Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Lentali drabilkalarimizni ko'pchilik klientlarimiz xarid qilishdi, juda ham baraka topib ishlatishyapti. Faqat o't maydalaydigan variantlarni olishgan. Hozirgi kunda xuddi shu lentali drabilkamizni universal varianti yetib keldi. Xo'p, o'tgan safar kamroq kelishdi, ko'pchilik ulgurmagan. Ham o'sha lentali drabilkalar qilgan ishni qiladi, silus qiladi. Hamda endi don mahsulotlaringizni bemalol maydalasalaring bo'laveradi. Buni ikki xil modeli kelgan, xohlaganlarga 220 da ishlaydigan variant bor, xohlaganlarga 3 fazali varianti bor. Agarda 3 fazaga 380 ga kimda sharoit bo'lsa, bemalol 380 da qo'yib ishlatishlari mumkin. O'sha 1,5 metrlik katta variantidan ko'rishlari mumkin. Lentalari ham o'sha uzun variantidan ho'l, quruq o't, har qanday o't mahsulotlarini chiqaradi. Xohlaganlar endi o'tni birato'la bunker orqali qoplab olsalaring ham bo'ladi. Ya'ni somon bedalar chiqarsangiz, ortiqcha changlarsiz, shlanka orqali tepaga chiqadi, birato'la qopga qoplab olsalaring bo'laveradi. Bu o't maydalash uchun bu tomondan qo'yilgan, ko'rishlari mumkin. Endi komplektda albatta 4 xildan setkalari bo'ladi. Don maydalagandan keyin har xil razmerda bemalol maydalasalaring bo'laveradi. Don mahsulotlarini tepasidan tashlanadi. Xohlaganlarga o'sha birato'la qoplab olsalaring bo'laveradi. Pichoqlarni ham ochib ko'rsataman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha pechatli 6 ta pichoqdan oldida 13 qatorli pichoqlari bor, ko'rishingiz mumkin. Malatkovoy pichoqlar bilan qo'yilgan. Setkalari komplektida 4 xildan setkasi bor. 1 soatda 300 kilogacha don maydalash xususiyatiga ega. Motorlari 5 kilovatli motorlardan qo'yilgan. 220 sini motori ham 5 kilovat, 3 fazaligini motori ham 5 kilovat qo'yilgan. Narxi bir xil, xohlasangiz 220 da ishlaydigan variantini oling, xohlasangiz 3 fazali variantini oling. Soatiga 300 kilo, 350 kilogacha don maydalash xususiyatiga ega. Kimga narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rib turgan drabilkamizni soni cheklangan. Hozirgi kundagi narxi atrofda $700, $750gacha sotilyapti. Mana shu drabilka bizi do'konimizda hozirgi kunda skidkaga tushgan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 6,200,000 so'm qilib beramiz akalar. Soni cheklangan. 3 fazaligini ham 220 da ishlaydiganini ham narxi bir xil. Ya'ni 3 faza xohlasangiz 3 faza motor bilan, xohlasangiz 220 motor bilan olasiz. Narxi 6,200,000 so'm. Xohlaganlarga xuddi shu modelimizni qo'shimchasiga vakuumli varianti ham bor. Ya'ni donni so'rib oladigan variantidan ham kelgan. Qolgan joyi, motorlari, pichoqlari bir xil, faqatgina bitta vakuum funksiyasi qo'shilgan bunga. Xohlasangiz bu variantimizdan ham bor. Buni ham o'sha xohlasangiz 220 ga, xohlasangiz 3 fazali variantidan olasiz. Buni narxi 6,500,000 so'm. Xohlaganlarga mana bu variantidan bor. Narxi 6,200,000 so'm. Aytib o'tganimdek, xohlasangiz 3 fazada ishlaydigan 5 kilovatli motor bilan oling, xohlasangiz 220 da ishlaydigan 5 kilovatli motor bilan oling. Kimdan kim viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga Isuzu petaylarigacha aytilgan narxlar ichida olib chiqib beramiz. Soni cheklangan, ulgurib qolinglar. Narxini aytdim, 6,200,000, 6,500,000 so'mlik variantidan bor. Xohlaganlarga, oddiy variantni so'raganlarga skidkaga tushgan lentali drabilkalarimiz ham sotuvda mavjud.